Странный молодой, в бары как домой. Jilpinlamasdan tezroq chiqib olib kelmaysizmi? Chirib ketdi odam. Unaqa ushib tashamang dadasi. Xafa bo'ldim. Yo'q kofe. Xotiningni sekretar qilib olgandan keyin mana shunday ahvol. Javohir, Labbay? o'zingiz bitta damlab ola qoling. Aha, xo'p bo'ladi. O'rinbosar bo'lmayman, o'ling. Chapta. Hop! Qana buxgaltersiz? Ishxonani hisob-kitobini shaklab qo'yapsiz-ku. Men madaniyat institutida o'qigan bo'lsam, qayerdan buxgalteriyani tushunaman aka? Men dadamga aytdim, ukam eplolmaydi dedim. Bu buxgalterda haydab mashina olibman-da. Bo'pti, Javohir, o'zingiz to'g'rilab borarsiz. Ha, xo'p bo'ladi. Ha, bu stollar sinib, lampochka kuyib yotibdi. Zavg'oz balig'i yeb yuribdimi? Ha, Burgutbek. Hola boy. Ish qilmasdan nima qilib yursan? Hozir trend olay pochcha. Kim? Men bunaqada jinni bo'lib qolaman-ku. Kim qiladi endi bu ishni? Javohir, o'zingiz to'g'rilab borarsiz. Xo'p bo'ladi. Endi bir kami lampochkani ketidan poylab yurishim qoluvdi. Dadasi kichkina ukam o'qishini tugatdi. Endi ishga olmasangiz bo'lmaydi. Ha, ishxonada bitta ham bo'sh shtat yo'q-ku. Unaqa demang, oyim sizdan umid qilib o'tiribdilar. Buxgalter qo'ymayman, pochcha. O'ylab qarasam, bittasini o'rniga olsak bo'lar ekan. Voy, rahmat. Men bilardim. Bir kuni begona qilishingizni bilardim. Qarindoshingiz emasman-da, mana shuni bilib hammasini tayyorlab qo'yganman. Sizga ham, ishxonangizga ham arizamni qo'ydim. O'zi hamma ishni mashq qilyapti. Endi bitta o'zim ishlaymanmi? Xohlasa amma